sizlarga bir narsa va'da berdim. Uyga borganimdan keyin turkmancha qo'shiq aytaman deb. Shuni hozir harakat qilib ko'rmoqchiman. Hozir. Bu Qurbonguli Berdimuhamedov muhtaram prezidentni so'zlari bilan kuyini ham o'zlari yozgan ekanlar. Menga shu qo'shiq juda ham yoqdi. Jamol Safarova ijro qilgan ekanlar. Turkmaniston xalq artisti Jamol Safarova juda ham chiroyli ijro qilgan ekanlar. Menga yoqdi. Yaxshi aytgan ekanlar. Shu qo'shiq menga yoqdi-da, shuni uyga borib, Toshkentga borganda studiyada yozib, bir klip olib, turkman xalqiga sovg'a qilmoqchi edim. Endi shuni hozir qo'limdan kelganicha ijro qilaman. Xato kamchiliklari bo'lsa, kechirasizlar. Yeller sipamış saçını, yeller sipamış saçını. Hanı bakkaldır başını, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Baharlar bahtı buşlar, bu baharlar bahtı buşlar. Bak üçün hiç kaçan geçler, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Bir mulayim sadadını, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Men senin
Yar senin yanına